Bu Matiz. Tikoni akasi, Spark ukasi. Faqatgina Matiz 3-bolasidan 1-bolasiga xohlagan payti qayla oladi. Mashina 1998-yildan 2018-yilgacha ishlab chiqarilgan. Mashinaning eng nozik tarafi bu kuzovi hisoblanadi, chunki u juda tez chirib ketadi. Ballonlari 13 diametr. Mashina dizayni Italiyada chizilgan bo'lib, Fiat kompaniyasi uchun yaratilgan, lekin Fiatga yoqmagan. Keyin nima bo'lganini o'zingizlar bilasizlar. Bagajnikning sig'imi 155 litr. Mashina 1 tonna-yu 210 kilogramm chiqadi. Mashinaning saloni 4 kishi uchun mo'ljallangan, lekin faqat bizda 6 kishigacha sig'dirishadi. Mashinada motor qiziganini bilish mumkin, lekin taxometr umuman yo'q. Mashinaning eng qiziq tomonidan yana bittasi, yon oynalar bittasi mana bunday, bittasi esa pultda boshqariladi. Eng qiziq tarafi mana shu podstakanchiklar bo'ladi, chunki unga na cola, na Red Bull, na flash hech nima sig'maydi. Mana bundan tashqari, prikolno-da.